Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga olchali pirog tayyorlab ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladi un, unga 150 gram margarinimizni solib, tyorkadan o'tkazib olamiz va kroshka ko'rinishiga kelguncha qo'limizda uqalab olamiz. Tayyor bo'lgan kroshkamizga bitta tuxumni chaqib olamiz. Bu orada qatiqqa 1 choy qoshiq darazli xetil solib aralashtirib qo'ydim. 1 piyola qatiq, 200 gram shakar solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni olib, ikkita bo'lakka bo'lib olamiz. Biri kichikroq, biri kattaroq. Kichkina bo'lakli xamirimizni olib, yana ikkita bo'lakka ajratib, ularni ustiga paket yopib, morozilkaga 1-2 soatga tindirib qo'yamiz. Katta bo'lakli xamirimizni listga bir tekisda yoyib, istalgan qolipimizga solib olamiz. Xamirni iloji boricha qolip chekkalariga chiqaramiz. Yoyib olgan xamirimizga olchali murabbomizni solib, bir tekisda yoyib olamiz. Morozilkadagi qotgan xamirimizni tyorkadan chiqarib olamiz. Tayyor bo'lgan pirogimizni 180-200 gradusda 40-45 daqiqa davomida pishirib olamiz. Mazali olchali pirogimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.